Salom hurmatli futbol ixlosmandlari. Samuray futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun futbol olamida bir nechta muhim yangiliklar bilan bo'lishamiz. Barselonaning asosiy futbolchilari maydonga qaytayotgan bir paytda Frankie de Jong mashg'ulotlarda mushak jarohatini olib, bir necha muddat safdan chiqdi. Bu jamoa uchun katta yo'qotish bo'ladi. Chunki De Jong o'yinni tashkil etuvchi va taktikani muvozanatlashtirib turuvchi muhim futbolchilardan biridir. Maydonga qaytayotgan boshqa yulduzlar esa jamoaning kuchini sezilarli darajada oshirishadi. Benfikaga qarshi o'yindan keyin Madrid muxlislari Edu bilan suhbatlashishdi. Ular o'z ishonchlarini bildirib, finalga yo'l olishni maqsad qilgan jamoaga umid bog'lashdi. City'ni chiqarib yuborib, finalga yo'l olamiz deya ular o'z fikrlarini bildirishdi va muxlislarning hayajoni bu yangiliklarni yanada jonlantiradi. Cristiano Ronaldo esa Almeriya klubining ulushlarini sotib oldi. Almeriya Segundada o'ynaydi va keyingi mavsum La Ligaga qaytishni rejalashtirilgan. Ronaldo bu ulushni investitsiya fondi orqali sotib olgan. Klubning rivojlanishida faol rol o'ynashga kirishdi. Bu yangilikni faqat Almeriya, balki butun La Liga muxlislari orasida katta shov-shuv uyg'otdi. Bernabeuda Otamendi va Vinicius o'rtasida tortishuv davom etdi. DAZN kameralariga tushgan kadrlar shuni ko'rsatadiki, Otamendi hakamga qarata Viniciusga ovozini o'chirishni aytgan. Bu voqea jamoat ichidagi kuchli hissiyot va raqobatni ko'rsatadi. Futbol shunchaki o'yin emas, balki hissiyotlar va strategiyalar kurashidir. Rafinha esa Atletico Madridga qarshi javob o'yini haqida gapirdi. U o'yinning qiyin bo'lishini bilishini, lekin jamoa bunaqa vaziyatlarga tayyor ekanligini aytdi. Agar remontada qila oladigan yagona jamoa bo'lsa, o'sha bizmiz, dedi u. Bu so'zlarning jamoaning ishonchi va ruhida aks etadi. Shuningdek, Neymar bugungi o'yinda 2 ta ajoyib gol kiritdi. Bu gollar nafaqat jamoani oldinga olib chiqadi, balki jahon chempionatiga borish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Neymarning harakati, tezligi va texnikasi tomoshabinlarni hayratda qoldiradi. Futbol olami har doim hayajonli va kutilmagan voqealar bilan to'la. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Samuray futbol har doim siz bilan birga.